Birinchi kapustamizni qaynab turgan suvga solib, kichkina yumshatib olamiz. Biz kapustamızı aldık, qaynab turgan bunda katta yerlerini shakbin olamiz. Biz kapustamızdan katta yerini shakbin olib tashlaymiz. Voy qizanog'imizni kubik qilib turab olamiz. Qiyarına 2 yumurtqa azg'antay tuz solamiz. Yumurtqaning ustiga kichkina tuz solamiz, yarti qoshiq chayna ложка. Uning ustiga 50 ml sut quyamiz. Uning ustiga 4 oz qoshiq unimizni solamiz. Isini bog'laymiz yaxshilab. Kapustamizga 3 chayna ложка sirimizni chirkdan o'tkazilgan solib olamiz. Uning ustiga pomidorimizni solamiz. Isini yaxshilab endi o'raymiz. Bo'lgan kapustamizda unga bir bog'lab, bundan so'ng qiyarimizni bog'lab olamiz. Aslay biz bir bo'lim tayinlab oldik, o'sini hozir qovuramiz. Pishib turgan mayda 2 ag'darib qovurib olamiz.